Ақ болсы қадымың әр басқан, қолыңғы қонар құт бәрекет. Адамлар нұрғындыр адашқан, адашмаған пәкәтла әқиқат. Бізде студия başçılığıdaki programda pekatla hakikatni aytish şart. Biz programımızı başlayımız. Sizler bilen ben Murat Aysarov. Assalamu alaykum. Ekran aldıda tağan barcha aziz tomoshabinlar. Bizde stüdyo başçılığıdaki Pervaz Uyg'ur icraçılar birleşmesining Artur Production Prodüserlik Merkezining qo'llab-quvvatlashi bilan Haqiqat programmasiga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Murat Aysarov. Bugungi programmamizning mehmoni Uyg'ur estrada yulduzi, keng ommaboplikqa aylangan naqshchi o'g'laninglar Ablikim Tursunov. Assalomu alaykum Ablikim. Bugungi programmamizga xush kelibsiz. Kelgan qadimingizga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'plagan tomoshabinlar uzoqdan beri qachon shu Ablikimdan suhbat olsizlar deb armonlagan. Mening o'yimcha bugungi kunda mana arzu armoniga yetib o'tiribdi. Xush kelibsiz programmamizga. Endi shu ekran oldida o'tirgan aziz tomoshabinlarimiz bilan salomlashib, o'zingni biroz tanishtirib o'tgan bo'lsam. Assalomu alaykum hurmatli ekran oldidagi meni barliq joyda ko'rayotgan, meni qo'llab-quvvatlayotgan barliq aziz qarindoshlar, aziz musulmon xalqim, barlig'inglarni o'tib ketgan ro'za, Ramazon oylari bilan tabriklayman. Barliq qilgan ibodatlaringlar Alloh taolo qabul qilib, uyinglarga xotirjamlik, barliq yaxshilik tilayman. Aman bo'linglar. 1992 yılı dekabr ayında Çelek yezisida dunyoga keldim. Ablikim shu burundan beri Çelek yezisida har qanday jutlar bo'lindi. Sen shu Çelek yezisida qaysi jutidan bo'lsan? Men tug'ilib o'sgan yerim Avtoboz juti. Avtoboz jutida shu butkul ömrümning yerim shu yerda o'tdi. Hozirgi mana 1 yil bo'ldi. Qash mahalasiga ko'chib keldik. Apam dadam bilan. Uydagilar bilan hammamiz shu yerda boshqa uy elib, shu yerga joylashdik. Shu vaqtida sen yeng uy olding. O'shada uy oldik. Muborak bo'lsin. Barliq tomoshabinlar nomidan ham shu Beste studiyo nomidan ham o'zim nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Bu uyingda faqat xo'shallik bo'lsin, to'y bo'lsin, berekatlik bir uylardan bo'lsin. Endi oilang to'g'risida, otalang to'g'risida biroz aytib o'tgan bo'lsam. Atanamdan başlay. Atana degan ulug' narsaga, eng ulug', eng qadrdan dadamning ismi Abdullah, apamning ismi Zulfiya, o'zimning oilamning rafiqamning ati Gulmira. 2 balam bor, 2 balliq bo'ldik. Uylanganimga 5 yil bo'ldi. 2016-yil uylangan. 2 bal topdik. İsmileri Abdurrahman, Abdurrauf. Kichigina edi Abdurrahman, cho'ngina Abdurrauf edi. Shundaq ata-onalar akimizning hadimiz sendek farzandni dunyoga kelganiga birinchi ulug' Allohga, ikkinchi ota-onaga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Chunki sen ota-onaning bolasi emas, sen butkul Uyg'ur millatimizniki, xalqimizning yaxshi bir cho'lpon o'g'lonlaridan bo'lib kelyapsan. Ablikim, sen boya aytding, 2 o'g'lim bor deb. Şu 2 oğlanı terbiyeleşti. Beqishda hozirgi vaqtda dadangning qadriga yetyapsan sen. Albatta yetyapman. Chunki Uyg'urlar deb qo'ydi ekan-ku, otining qadriga oti bo'lganda bilsa deb. Shu qadriga endi yetdim deb o'ylayman. Sababi endi bizni odam qilgan, bizni yo'l yo'riqni ko'rsatgan shu oti bilan ona endi kelajakda men shu dadamdek, apamdek shundaq tarbiyani bolalarimga bermay deb o'ylayman. Ablikim, biz shu ko'plagan san'atkorlarni kichik chig'idan, balliq chog'lardan boshlab bilimiz ham taniymiz. Chunki ularni biz rayonlik musobaqalarda, shaharlik musobaqalarda ko'rgan to'g'ri. Sen nemishkidu san'at yo'liga bosgan qadaming kashf bo'ldi. Bir 20'lerden aşkandımı ya bo'lmasa 20 yaşladımı seni internet torbetlerinde gitarlan çelip itkan nakışlarını görüp biz bu balını yemiş gibi burun kömügen degan bir oy kelgan. Şunun sebebi nemidi bo'lgan?
Себеби бұрын өзім кичик чағларымда өзім орыс мектеп бітеген, орыс мектепін бітіріп кичик чағларымда faqat орысча нақшы айтаттым. Uyg'urcha naqsh aytsam tilim kamatdi, balkim uyulatdimmi shu tilim kamgashga. Faqat орысчалар өзімнің кумирам батты Расторгуев. Шуның нақшыларын етіп, воен нақшыланы үй келгенде дворовской нақшыларда қоймыз ғой. Шу дворовской нақшыланы балалар білен отырып, әрқандай милләт тұрады біздің көчеде. Түркім ба, қазақым ба, әмісі ба. Түрікче айтаттым, қазақша айтаттым. Faqat Uyg'urcha aytmaydigan vaqtida sal qisıl qalattım немешке десең Uyg'urcha нақшы. Tilim kamatdi, tilim keladi. Батты нақшыларым, yol болсын деген нақшыны айтаттым, бір тал нақшы. Башқа нақшылардың әнді хабарым жоқ дейді. Шуның үшін сен кәш кеп қалдың, ә? Шуның үшін кәш кеп қалдым. Оныңғым бір сәбәп бар, мұны сәнәт yolға башлап келген, өзіңа білдіған, өзіңа тонайдыған Шахмұрат Бахамов бір қанатсам болды. Мұшы yolға башлап келді. Сәбәпкар болды. Сәбәпкар, әмі Мушкүнгү жама өзігім деген Uyg'urcha нақшыланы итідіған білі пұрақ білән десекім болды. Әр қандақ өзінің әңгімелері білән қандақ итішіне үгәткен ұстаз десем болды. Шахмұрат Бахамов деп ағайнам білән аралашқандың татып, шу ағайнам сәнәт yolға башлап келді десем болды. Barcha tomoshabinlar nomidan Shahmuratga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Chunki sendek talantni, sendek o'g'lanni qo'llab-quvvatlab, shu sening sahnaga chiqishingga sababkor bo'lgan og'inimizga rahmat. Endi ablekim seni ko'plagan tomoshabinlarimiz shu Murat Nasirovning xotirasiga bag'ishlangan konsertdan, musobaqadan boshlab tanishib boshladi. Shu musobaqaga sen o'zing bordingmi, yo seni birisi taklif qildimi? Shuni to'g'ri qisqacha aytib o'tgan bo'lsang. Musabaqa elbette isimde öğlengen yılı 2016 yılı sentyabr ayda ayalım işkimiz Almutluğa kelimiz kadem biz kvartirada turumuz Sultan Korkan degen məlde şu yada ayalım bugalter болып işlеген özü bugalter ayalım işqi kit қалған vaqtida men bunu internet deysen o özden adaş. Şu internet elbette meni tanıştırgan şu internet Instagram'dan yeni çıkatkan vaqtlары şu Instagram'da bir reklam көріп қалдым. Сульфий Мәшрәпов akımız reklamı qıp şu Murat Nasırov akımızın begişlap maçtaki bir musabaqa oyuşturup atma deb bir reklamı qo'ygan. Şu reklamını көріп келіп Сульфий akımızga xabarlashdim. Nomer telefon bilan звонить qilib xabarlashib maçtaq men qatnashay degandim deganda ma'qul biz seni tanıymiz deb u vaqtida xalqim уже tanıttı meni. İnternet arqali Sanya Madimizning Uyg'ur qizi degan naqshini Uyg'ur o'g'li deb aytib chiqdim. Shu naqshi bilan endi ko'pincha jiq tanıttı meni. Shu Sulfiy akam shu naqshini men ko'rgan, shu naqshini anglagan, seni aytishingni sizlardek bolalar kerak bizga deb shu musobaqa taklif qildi o'zi. Shu yerda men Mehmetcan Abduqadirning so'ziga yozilgan 30 yosh nomli naqshini aytib chiqdim. Biroq u musobaqada tayyorlagan naqsham shu nadoatnoq kumirim Rastorguyevning Ko'n degan bir naqsha botdi. Shu naqshni tayyorlab kelgandim asli. Nimish bu naqshni aytmading? Polat akam Izimov Prodüser, kompozitor akamiz men to'xtali ukam bu yerda uyg'urlarni musobaqasi bo'ladi. Uyg'urcha o'zing yaxshi ko'radigan 30 yosh nomli naqshni men anglagandim. Shu naqshni aytib chiq deb shu kuni meni buravatdi desak bo'ladi. Shu kuni shu musobaqa kuni. Sen tayyorlig'ing batdimi u naqshga? Tayyorlig'im batdi. U naqshi mening har qachon men uni Yetib жүрген нақшты. Чүнки оның алдыда Артур акам Илахонов яңа нақшаны тәклif қылды. Бірінші сахнаға шығышым менің. Şu 30 yaşını şu vaqtida yetib chiqqandim. O kuni mening rost desam yektigim og'rib, sal mijozim bo'lmay, shundaq bir
Özüm qorqunçluq birinci qetim yuğan sahnaga chiqmaq o yaman təs bo'ldi menga. Şu vaqtida Yangran akşam konsert. Yangran akşamda birinci qetim etdim şu 30 yaşlarımda naxshini. Şu yerda Polat akam batdı ki, şu Polat akam şu yerda ko'rib meni, bu balının kelechigi bor kelib, şu vaqtida ko'ribdi ki, şu naxshani etib deb şu musobaqada shuni talab qildi. Buravat desek bo'ldi. Albatta esimizda ablekim şu paytda men tomoshabinlar bilan birga o'tirib biz san'atkorlar seni ko'rib shuncha xursand bo'lgan, xo'shal bo'lgan vaqtida Molchan To'xtaxonov, Adiljon Himitov, Toshkentdan kelgan bir qarindishimiz, yana Mehrat Rahmatjonovlar cho'ng birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga ega bo'ldi, Grand Prixga ega bo'ldi. Sen Dilnaz Ahmadiyeva hadimiz nomidan $1000 ega bo'lding. Seni sahnaga chiqib shunchalik maqtab, o'zining so'g'isini shu yoqda bergan. Shu $1000 shu vaqtda nimaga ishlatding? O $1000 qayerga ishlatding desang, men o'ylagan naqsh yozmanmikin deb bir o'ylab bo'lgandi. Biroq o'zimning bir armonim botdi, mashina olgan, o'zim qo'ygan biroz pulim botdi. Shu pulni yig'ishtirib mashina izlayotgan vaqtlarim shu vaqtda. Ikki oyda bo'lib qoldim. Naqsh yozaymi yo mashina olaymi? Naqsh yozaymi yo mashina olaymi deb bir oyda bo'lib qolib, oxiri shu mashina oldim. Mashina oldim. Qo'shiblar. Mana Dilnaz Ahmadiyevaning nomidan elingan pulga mashina elib, shu mashinalar bilan o'z xizmatini davomlashtirib, to'ylarga berib, hozirgi paytda xalqimizga keng tanilib kelyapsa, kichik chig'indagi qaysi armoningga hozirgi paytda qo'l yetkazdim deb o'ylaysan? Kichik chig'imdagi armonlarimdan biri u cho'ng sahnaga chiqish degan bir armon botdi mening. Kichik chig'imdan tatib. Nimishga desam, televizorda konsertlarni ko'rsam, yana shu Rastorgul klubining konsertlarini ko'rsam, xuddi shu kino ko'rgandek qulog'imni uzmay, ko'zimni uzmay mana qaratdim. Shu konsertlarni reklam bo'lsin, shun bo'lsin kutib, shu konsertlarni davomlashtirib ko'ratdim, yoqtirib. Shapqat shoumu chiqdi, shu shapqat shouladimi biznikilar mana tarixiy o'tdi deb mana sahnaga chiqsam deb bir armonim botdi. Biroq endi ikki armonim botdi. Biri shu biznes tarafda yo'l yo'riq ko'rsatgan kichik odamning qo'lida ishlagan men 3-4 yil kichik chig'imda. Shu yerda men o'zim qiziqib ketgan shu so'lsiytiqqa. So'zingni bo'lib qo'yma, qayerda ishlading shu vaqtida? Bazada ishladim. Almutida. Yo'q, Chelakning bazasida, cho'ng bazasida. Shu yerda prodavez bo'lib ishladim. Kichik odamning qo'lida akam ikkimiz so'lsiytiq qilibdik. Shu vaqtda sen qancha yosh bo'lgan? O vaqtida xatolashmasam 6-klass vaqt. 6-sinf vaqtlarda. Shu vaqtida 13-14 yoshlarida. Shu vaqtida. Maktabchi. Maktabni 3 oylik kanikulda ishlatdim-da men ularni. Maktab o'qiyotgan vaqtlarimda subota-voskreseniya borardim. Shu bazalarga chiqardim subota-voskreseniya. Shu vaqtida sen kichik chig'imdan boshlab pul tepishni o'rganib, kichik odamning qo'lida so'tsiyatni o'rganib sekin. Shuning bilan oxiri sen san'at yo'lini tanlab, hozir mana shu armoning qo'l yetkazayotsa degan o'ygu so'z. Ablekim shu umringdagi kichik paytlaringning, balalik davringning qiziq, baxtli paytlari qayerda va qanday o'tdi? Balalik davrimni so'zlab o'tsam, albatta Chelak yurtimda o'tdi. Ağin ballarım bilan o'ynab, futbolni o'ynagan, o'shiqni o'ynagan, kirishka deb qo'yamiz, kirishkalarni o'ynatdik. Möküm, pryatka deb qo'yamiz, pryatkamni o'ynatdik. Shu yerda o'tdi, yerim balliq chig'im Qarturuqda o'tdi. Apam chunki Qarturuqniki, Drujba yezisida tug'ilib o'sgan. Shu yerda o'tdi. Yetim ağaynlarım battı, Chelakda ağaynlarım battı. Endi savol, shu kichik vaqtlaringda, kichik balliq paytlaringda o'ynagan do'stlaring, ağaynlaring bilan mushkamgacha aralashib kelyaptimsa, ya Almutaga ketgandan keyin u ağaynlaring bilan aloqa yo'qmi? Almutaga ketgandan keyin degan bu xatommikin davlatmi?
Немішке десең, мен Алматыға семьям bilen, ailem bilen көчкенмидим. Bu yerda biz kvartirada turyapmiz, ayolim o'zimizning ailasi bilan. Biroq ota-onam Chelakda, shuning uchun men o'zim Chelakniki bo'lgandan Chelak yurtimda mush kungacha turyapman. Endi bu yoqqa texi biz butunlay ko'chganmidik. Biroq o'yimizda ashta bir planlar bor. Senin sorğun shu savoling ağaynlarım elbette isimlerimizi mush kungacha aralashib kelyapmiz. Ular ham Almutuda ish qildi. Birisi tijoratchilik bilan, birisi ma'lum, birisi andaq, birisi mundaq. Hammasi bilan aloqa bor. Hammasi bilan aralashib turman mush kungacha. Kichik chig'imda aralashgan qo'shni ağaynlarim bor. Ularmi bor mush kungacha. Dostunu unutmapsa, bugungi kunda aralashayotganingga biz xo'shalmiz. Endi maktabga kelsak, maktabni sen utuqliq oyoqlashtirganmi? Hem maktabdan, muallimlaringdan ota-onangga so'z kelganmi? Endi buni haqiqat programmasi bo'lgandan keyin, faqat haqiqatni deyish kerak-ku. Maktab paytlarimda ota-onamga bir so'z kelmadi. Chunki men shu maktab chog'larimda aktivniy deb qo'yamiz, ya'ni aktivniyatim o'zim. Her bir konkurslarda, her bir nimada shu naqsh aytib, gitar chalib, KVN komandamiz botdi, KVN o'yishtirib, o'zim shu kultmasi sektorga o'zim atchat qildim. Shu meni qo'ygan shkol bo'yicha men kultmasi sektor atchat qildim. Darslarga kelsak, darslar shu naqsh aytib haqiqat bo'lganligini naqsh aytib 4 qo'yib beradi menga. Shu 4 baho bilan bitaganman maktabni. Biroq 6-sinfgacha men naq 4 bilan bitagan. Naq 4 bilan. O'zim qanatsam desam. O'qib tirishib olgan 4'lar qo'yib beradi. Birinchi ustozing ismimi va kim? Ismda Lazzat Hakimovna, o apamning yaqin do'sti, ham qo'shnimiz bizning. 4-sinfgacha bizni yetakladi. Bizni tarbiya berdi desak bo'ldi. Ikkinchi ona deymiz endi. O adamiz bir kuni kelib apamga, endi uyga kelgan vaqtida bizni qo'shnimiz bo'lganki uyga kirib bir chay ichadi. Meni to'g'riliq parang qiladi. Apamga savol qo'yibdi. Ablikim uyda yugashmi yo sho'xmi deb. Apam endi yugash u balmisan deb. Yugash nim qildi, yoq bu yoqqa shkolda shu vaqtda sho'xma deb savol qo'yibdi apamcha. Shu vaqtda ma'lumam. Yo'q, shkolda ma'lumlarning oldida bu yugash ham saboq o'tgan vaqtida yugash shunchalik nima. Saboq bitgandan keyin bolalar bilan yomon qattiq sho'xlik qildik. Deb boshladi. Apamga javob kelgan shu vaqtida. Kichik chaqlar vaqtida. Maktabda shu hozir sho'x davatsa, kichik paytlaringda so'qishib ko'rganmi? Uyga yig'lab, bir yerlaringni urib elib, So'qishib, tatlab, so'qishib kelatdim, jiq so'qishatdim, jiq eragishatdim. Birinchi ataman, ikkinchi ataman deb qo'ydik, shu talishib shu o'rinda. Ammo men igiz bo'lgandan keyin to'p ikkinchi ataman, to'p birinchi ataman shunday bir bal bilan, turk bal bilan ikkimiz ashta har qachon so'qishardik ikkimiz. Biroq tayoq yesam men uyga tayoq yedim deb kelmadim. Albatta, shiqilishdim ya bilmas. Shunday. Her qanday bir kichik bolaning balalik chog'larida o'tgan ahvollar sening beshingda yuz beribdi. Endi ablikim bir savol sana. Baya aytding kichik vaqtlaringda bazalarda sotsiya qilibsak, endi yezding balli bo'ygandan keyin mening o'yimcha malvarang uydagilarga yordam qilib shundaqmi o'tgan bo'lishing kerak. Kichik vaqtlaringga, kichik paytingga, balliq davringga ranjishing bormi? Balliq chaqlarimga ranjishim yo'q. Nemishga desam, balliq chig'im yaxshi o'tdi deb o'ylayman men. Men hech qanday bir o'kinmayman buningga. Qiziq o'tdi. Hech qanday bir ranjish, hech qanday bir so'qish degandek hech qanday ishtim bo'lmadi. Faqat o'yin, tomosha. Ashta qilib cho'ng bo'ldik.
Babam bilen mamamın kolu çoğun oldu mu ya bolmasa faqat ata-anamın kolu. Ата-анамның қолы чоң болдым әлбәттә. Бірақ көп дин тараптан, мушу өмірді қандай болуш тараптан тәрбиелеген бувам. Babamın ismi Бувамның исми Абдурасул. Abdurrasul. Атаклык моторист болған өз вакытында. Шу аштак. Şu kişi sana öz terbiyesini, akıl faraset deyimiz, urf adet, resim kayıt diye neslerini öğütüp kepti. Ablaki muşu seni köpeğincisi gitar bilen tanıdı. Hazır muş kemgiçe sen bireylerde gitarsız bu kasan gitarını soraydıgan kıyındaşlarımız nurgun. Evet. Birinci gitar ne? Kim sana soğukkan? Hem qancha yaşından başlap gitar çalışıp başladın? Гитараны 7 yaşımda çalattım. Birinci sınıfta. Ben 5-6 nakşı bilettim. 7 yaşımda. Gitarını öğretken de adam çeliştim o. Buvam dadan bu ipegen bir gitarı battı. Şu gitarını bana dadan begen. Şu küçük çığımdan tatıp şu gitarı bilen ben özken apam hepirdi. Şu игрушкаларым керек емес те, ашын қояттым, өзім тамақлана ите береттім. Şu gitarını yatkızıp çalıp oturuyor öğrettim. Küçük vaxtlarımda yani. 2-3 yaşlarım vaxtlarımda. Yani 7 yaşımda ben gitarını çalattım. Dadam özü getken. Endi şu gitar bilen itkan birinci nakşan isondu mu? İsimde. O nakşını şu gitar bilen itkan nakşam. Şu орысча нақша, все ребята говорят на перебой деген нақшы батты. Оның алдыда енді бір қызық бір вақия да әперей. Мен дедім ғой, қартырақ жұтудым болған деп, есім ішіп қалды. Тағам батты, азырымы ба, апамның енісі. Парикмахерде. Армиядан кеп, парикмахер болып. Бүткіл ошы езінің балалары әмісі чечен түсіреді. Тағамның қолды. Мен çarş yaşını azırgıçan mesela şu küçük payetlerimde şu 3 körettim. 5-6 yaş kıçan ben 3 körettim. Qoqattım. Yaman qoqumuş manga bir babayla qoqtudu azır balon. Şunda çiçini yasayım etip qoqattım da şunçilik. Dada neyim tağım azır ben senin çiçini kesitme. Sen nakşı etme sana da ben qoqtattı. Turup nakşı etattım ben şeyde. Şu vaxtda qancha yaşsan? Uaqtida mening tilim chiqmagan, men bilmayman, bir 3-4 yishlarim o'dayman, 3-4 yishlarim. Tilim chiqmagan o'dayman. Tilim Qaysi naqsh aytyapsan shu? u naqshni hech kim tushunmaydi. Uning tili yo'q, u naqshning tili yo'q. Ahangmi yo'q uning naqshning. Ayshada men o'zim hech qanday bir multfilm yo'q, hech qanday bir ahangmi yo'q. Shu bir o'yindan chiqarib aytgan naqshi u. Shu ashtaq bir naqshi bor. Şu naqshni aytib beramsa tomoshabinlar. Agar unutib qolmagan bo'lsang, hozir Ya, so'zim yo'q deyman, muzikasi yo'q. Mümkün emas, men unutmadım. Neymiş ki desang, o kasetini yezib olgandi. Kasetini yezib, men sal cho'ng bo'lgan vaqtida dadam apamlar qo'yib beradi o kasetni. Kishda shu tag'alarim shu kasetini yezib olgan ekan. O naqshi endi qisqilchilar gimatata ya alo deb ashta bir naqsh bor deydi. Bilmayman, o'zim o'yimdan chiqaragan bir naqsh. O'zim avtor, o'zim so'zni yozgan naqsh. Endi avlikim mushu gitaraga keldik, dadang, buğularing qiziqatdi ekan. Sen mushu cho'ng bo'lganda san'atni, gitarani tashlash o'yin bo'lganmi? Bek eg'ir savol. Endi ko'nglimda Bizning programmamizning ismi haqiqat aytishim kerak. Ko'nglimda tashlash o'yim yo'q ko'nglimda. Biroq butkul mushu buvam degandek butkul umringda mushu gitarani ko'tarib naqsh aytib yuravermaysa bir hunar o'rgan deb deyman. Boshqa hunar. Bir o'yim bor, shu bir biznes yechib ya bir boshqa bir ishlar bilan nima qilib shug'ullanganlar. Endi Allah belgican qanchalik berdi shu vaqtcha aytaman. Keyin bir shu yosh yeshim yetganda to'xtama deb o'ylayman endi. Biroq endi ko'nglim
Онмайды оныңға. Бәрім нақш етіп жүре берсең ғой. Ama başka bir işini başlap, aslında yaşlarga orun bägim ba. Çıkıp kalsa da. Endi biroq hozirgi paytda sening o'xshash faqatla gitar bilan chiqib naqshlaydigan bolalarimiz azdan az. Biz seningdan tomoshabinlar bilan birlikda so'raymizki, hozirgi o'sayotgan kichik yosh bolalarimizni shuning o'rgatgan bo'lsang. O oyma, o planda koydum. Bu planım battı oyumda. Немішке үгәтмәйсә дәп, маңа Instagram'dan yazdıqallan ba, nurgun adamla yazdı. Mən толық cavabını vermə. Менің музыкальный образованием ешқандай yok. Mən үгіт үшін ұқмаймын, қанақ үгіт ұлғанды mən білмәм. Мұны бас деп үгіт бірелеймі. Ama нотный грамотность да қойды ғой. Грамотность yok менің. Только слух біләула. Слух білән. Әнді келечекте музыкальный образование еліп, оқып шуны аштақ оқып алсам, şu vaqtida Үгітші мүмкін дейсің. Балаларға үгәтсем болды. Өзіңнің кәсіпің бар ма? Мектептен кейін талап. Кәсіпім өзімнің программист. Мектептен кейін программист оқыдым, яды лицейде оқыдым. Оны бітіріп болғаннан кейін Алматыда юридический оқыдым. Шік кәсіпің бар şu. Шік кәсіпім бар. Şu кәсіпі біле шылдың мı? Иә. Программист, юрист деген диплом бар, бірақ өзім гитарист. Мұшы бая айттың, кішік шағаларыңда сені дадаң өгеткен болса, оныңдан кейін мұшы сәнет yolunda kimni ұстазыр еті тұтқан, hem kimi sana мұшы сәнет yolunda baya Şahmurat деп айттың, Şahmurat'tan sırt kim sana yolu yorukunu kösetken? Yol yorukunu kösetken akımız Çelek nayasida dаңқы шыққан Тамада Махмуд ака Самаджиев. Şu akımız bilen 7. sınıfını tatып, біздің өзіміздің тұқымыз болып келді o kişi. 7. sınıf, 8. sınıfta xatalış қалдым. 8. sınıfta şu yana şu dadam eşede sebepçi болып қалды. Dadam жүрем әсанға. Dadam өзі gaz yasaydı. Şu kişilerin gazını yasap egen vaqtida şular naqshchizda etdik. Үй kepla manga başlamışda hoş qavat жүрмәсин бірек апырма, бірсі біле тоныштырма деп şu ega apırdı. Şu yerdə şu aklarımız Yamaha otağız naqshiydi mə. Olar boldu yaraysa toylar çıkımız деп şu aklarımız meni şu sanat yolga çoğun bir közümni açtı деп ойлаймын. Munajdan Samadjiyev деп тоже akam şu Tamada akımızның балысы. Oğlu. Şu akam bilen köp toylarda hizmet qilib, xalqimizning Çelek rayon Çonca Baysit degan nailada şu tamadılık qilib, men tamады болдым, naqshi tapdım. Şu akalarımız bilen toylar çıkıp жүрдік. Şu pürsentini payındап, şu akalarımga Mahmud aka Samadjiyev ve Munajdan Samadjiyev akalarımga köp rahmetimni aytaman. Şu haqiqat programmasının namıdan özümden namım. Elbette biz çın kalbimizden minnettarlığımızı bildirimiz. Yol yorukunu kösetken aşında ustazlığa. Endi ablikim köpünçisi soraydı. Seni endi bir 6-7 yıl болып kaldı. Halk tonulup ablikim dese her kandak Uygur kıyırındışımız tonuydu. Bu pekatlı Kazakistan'daki kıyırındaşlarımız emez. Yani çet 52 Uygur kıyırındaşlarının sırt Rus, Kazak, yani başka mı özgü milletle seni tonuydu. Sen her türlük naqshlarni aytgandan keyin, her qanday millat naqshlarni aytgandan keyin, nemişkido sening yakka konserting mushkamgacha bo'lmadi. Yakka konsert oyimda batdı. Ama selamını karantin kichkina qisib etdi. Mushu yili sentyabrda bermamkin deb o'zimning bir planim batdı. Hamda albatta u hozir ichvatsimi, hozir ulgurmaymiz. Biroq o'yda bor, Alloh buyursa şu konsertime berdiğanga şu arman çoğun bir armanım var şu konsert. Şu armanıma yetime dep oylayman. Hamda mektep çağlarımda, mektepte o'qiyotgan vaqtlarimda 2010-yılı men bitirdim. 2010-yılı o'zimning konserti bo'lgan. Yakka konsert. Yakka konsertim shkolda bo'lgan. Chelekda. Biroq yerda men faqat o'rischa naqshlar bilan shunaq o'zim yozgan bir o'rischa naqshlarim bor. Hozir
Onu men Uyg'ur chiqib kutaman deb aytib жүрмәк, kutaman degan naqshini, shuni o'rischasini o'zim yozgan. O'rischasini muzikasini shu akam Munajddin Samaziev yozgan. Shu naqshlar bilan 3-4 naqsham botdi. O'zim faqat o'rischa o'zim yozgan. Ondan sırt shu Rastorguyevning naqshlari maske qilgan shu vaqtda 9-may праздник o'tkazgandi. Shuni beg'ishlab konsert rahmatlik direktorimiz maktabimizning Mayra Erkenovna shularning qo'llab-quvvatlashi bilan o'zimning sinf rahbarim Elmira Bulatonovning shu qo'llab-quvvatlashi bilan shu konsertni Chelakda DK'sida qo'ydim. Medeniyet uyida, Chelakda. Bu medeniyet uyida bir 400 adamcha patidi deyman. Shu vaqtida yo'q 400 adam patmaydi, 300 adam o'rinliq bor. Biroq 400 adam bo'ldi edi. 400 adam. Turib qarg'anlar bo'ldi. Turib qarg'anlar. Shu vaqtida ablekim sen maktabda o'qiyotganingda yakka konsert beribsan. U bika bo'ldimi yo pulga kirdimi haqni? Yo'q, bika emas, 200 tangani qildik biletni. 200 tangani. 200 tangani qildik. Qancha soatlik konsert bo'ldi? 2 soatlik konsert bo'ldi. 2 soatlik. Janavozda. Janavoz o'zim ssenariyni o'zim yozgan, konsertning полностью ssenariyini. Chunki ndatmoq shu kult massовый sektor o'zim atchatgan ekan, hammanimni o'zim ratlab ma'natdim. KVN komandam botdi. Isikda birinchi o'rin olgan biz. Shu o'rs maktablarining arsida bo'lgan. Shu komanda bilan ashlarga yordam qildi. Ashada miniatyurlarni qo'yib, naqsh etib, ashta qilib, shu konsertni bitirib oldik. Biz anlamaptınız bana hürmetli aziz tomoshabinlar. Haqiqat programmasida ko'plagan tomoshabinlarimiz hozir bilyapti. Ablekim o'z yakka konsertini berib o'tdi. 2 soatlik deyman, 2 soat. 2 soatlik yakka konsertini berib o'tdi. Ablekim o'sha nimishkido sening boya aytdik internetda, torbiyatlarda shu mashrabda o'tgan, Chelakda bir tug'ilgan kunlarda o'tgan aytgan naqshlarni ko'rganda birinchi qaytim. Seni almutliqlar g'uljidan chiqqan bolada judi. Nimishki shunga bir javob bera olamsan? Yo'q adash, men g'uljida emas. Biroq g'uljida bilmagan. U bizda datmosh akamiz, Munajddin akamiz talat deb ag'inimiz botdi shu muzika tarafdan san'at yo'lda. Biz Chelakda shu muzikantlar sanaldiq. Shu 5-6 adam bo'lib bizni Tash akimizda bir Chelakda akamiz bor. Shu akamiz shu nimaga g'uljiga avtodi. O'zi sponsorlik qilib, o'zining nimasi bilan qilib, o'zining kuchi bilan, o'zimizning kuchimiz bo'ldi edi. Tonish orqali shu Sanavar adimiz Tursun shuni inlarning qo'lida, Husanjon Tursunning qo'lida bilim olgan. Hozir uni laqimi bilan Qarvoyda qo'ydi ekan Uyg'urlar. Shu Qarvoy akamning qo'lida bilim olgan. Tambirda. Tambir chelishni o'rgandingmi? Tambir chelishni o'rganmadim. Tambir chelishni bundaq основасini bilmay, biroq chelishni raus bilmayman. Shu vaqtda nima o'rganding u yoqda? U yerda Uyg'urcha naqshlarni o'rgandim. Uyg'urcha puroqlarni o'rgandim. Men shu Qarvoy akam yaxshi ko'radi, bir mashrablarga yib ketadi. Qara, o'rgan, angla deb. Quloqqa singdirganda meni. Men duta o'rganma deb bo'lgan ega. Duta o'rganma deb berdim. Shu Qarvoy akam o'zi sen gitar chalgandan keyin sen tambir o'rgansan yaxshi. Tambir chalsang dutani chip ketsa deb men tambirni yo'tkayotgandi. Shu akamizni qo'lida bilim olgan. U akamizga minnatdorligimiz cheksiz. Cho'ng rahmat akamizga. G'uljidan kelgan paytda Shahmurod Baxamov bilan abay aytib o'tdim o'zim. Shahmurod qiziqib mana G'uljidan balla o'qib ketdi deb shu balla bilan o'tirib bir mashrab o'xshash bir so'rin o'yishtirdik. Shu yerda Shahmurod Baxamov bilan birinchi qatim tanishiman. U Shahmurod bilan men ofitsiant bo'lib ishlagan o'zim Qo'rg'onda kafeda. Shu kafeda shu kelgan vaqtda birinchi qatim shu vaqtda ishlatib ko'rgan. Biroq sen nimda disklarda, konsertlarda ko'ratdim. Ona bir bizga, menga bir ulgu bo'ldi hamdi, bunday aytganda. Shu so'rinda birinchi qatim tanishdik Shahmurod bilan. Biz
Menin naxçılarımı anlap şu yerdə mənə sən demiş ki, çelekdə жүрsə, adar Aştaq onun bilen cür Almutu'da tanıştırma, kerek adamlarla tanıştırıp. Şahmurat bilen Muşkun geçen ağın bop kevatımız. İkimiz birbirimizge yer yülek bop. Muşkun geçen birli bop. Aşı sebepçi bop kaldı dep demekçi mende. Ablekim endi hayatta bu ömürde sen kimni ülgüriydi tutsa? Ölgü de elbette o Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu onundan keyin atam ve babamla ölgü tuttum. Sebebi? Sebebi terbiye bergen şula benim воспитывать qıp muş künge yetküzgen babamның koldu itizdim işildik. İşligen vaxtlada kaşkonaşet qongan vaxtlada itizladi işligen vaxtlarımda şu yerlerde nasihat qılatdı, ügüt etdi. Mıdaq qısan mıdaq boldu, mıdaq qısan mıdaq boldu deb. Dadam şundaq bir kadar yaxşı yolda жүрүштү ögetken şula boğaşqa. Aşlandı mən ülgü tutuma özürüm şundaq badem. Aşlan ülgü tutuma dep olayım. Elbette. Üyde kimni kösen, kimnin terbiyesini kösen, şu yol bilen degen rast gep. Mana senin dadan, buğuların yaxşı adam bolğaşqa sen ma faqatla yaxşı sanatkar emas, yaxşı adam bolup kiywatsa. Endi sanat yoluga kelsek, Yulduz ağırığı bilen ağırgan mı? Yak. Yıldız ağırığı bilen muşkun geçen ağırmagan. Birleri digen mi sana? Digen, Yıldız bu kitip sabıda. Digen daq geplercik keldi bizge. Nemiş ki desem. Özen dedim o ya birlerinin Birler arqılıq deydi. Bunun sebebi nemdi ki? Sebebi Instagram'da bir arlıqlarda yiz qalı daireklerde bizden de adam köp boğaşqa her birisiga köngül bölemey qalgan külle var. Atçet qılamay qalsa ya. Bir vaxtlarda vaxtın bolmay qaldı onu qaraydanğa. Ötüp gitse onun için rast desem. Yani olanın üzemden namımdan keçürümü sorayım. Sel açtaq bir işler bilen aldıraş bopla cevap veremey qalmay. Açtaq bir sebepler bilen endi manga açtaq özümgü demesema birler arqılıq açtaq degen külle ba. Biroq faqat undaq özüm oylamayman Yulduz ağırıqni tutuma ve undaq bolma dep oylamayman. Yulduz ağırığı bilen ağırmagan hem ağırmayman deysen. Endi bir savol sana. Haraq şarapqa, qımağa qiziqishing bormi? Elbette bolmagan. Hem bolmaydı dep oylayman. Bizning avlodimizda Tursunov avlodlar hech qanday arab şarap qıma degan narsani qattiq tutilmiz unaq narsaga yaqin kelmaymiz. Hem qiziqibmi to'xtam uni ish baqaychi qanaq keyin deb hech qanday bir qiziqishim bo'lmagan. Mush kungacha Allohga shukr. Va kelajakdan bo'lmaydi deb o'ylayman. Balalarımni shunday qilib tarbiyalayman deb o'ylayman. Ablekim şu elbette onu sanatkarla biz bilimiz, biz düşünümüz oyun bolsun, qiziq bolsun dep sen meslenin rollerini orlaysan. Biroq chatdiki bizning bir qarindoshlarimiz san'atni ichidik emas. Biraylar ko'rib kelib, shunda san'atkorlar shunda savol qo'yibdi ekan. Ablekim aroq ichamdi u. Bir to'ylashda mast bo'lib kelib ko'r qoldik deb. Shunga qana javob bersa. Onunğa u ondaq вопрос mang'im kelgan, o mang'im degan bir bal batdi. O'sha Ag'in balning aksi bir o'tirishda o'tirib sen menim bilan ishgan deydi. Sen men bilan o'tirib ishgan. Biz ikkimiz esingdimi deb boshqa bir savol qo'ydi-da men
Мен ондақ суалға, ондақ немеге, мен өзімді әскі нем қылмен да, әскі принимать қылмен, ондақ нәрсені қатық жауап береді екен оныңға. Мен бешімні қойма дедім. Егер ашу рас болса, егер аштақ сенімде мен ішкен болсам, бешімні қойма. Мені сөзді тұтып еліш үшін ашта деген мо, я бір ойнап деген мо, оны мен түшәмедім, бірақ вроде бы серьезно дегендек қалды. Мен оны бешімні қойма, егер сенім білән ішкен мана деп, аштақ бір ішкүшче дәпәсі, аштақ мана абрикеншімде ішті деп деген дәпәсі, вақтын мен менің бешім саңғы қойма бешім деп аша деген. Бұл дүнияда мен арақ ішіп көмепме, бірақ тойлады жүріп, беледі жүріп, өзімнің датман КВН командам батты. Сәл-пәл актерский тараптың актерім болғым келгенді де, арманларым бір кішкене бір арманларымның бірі шума. Чүнки шапқа шығып шыққан вақытларда актерлар қарап, өзімнің қызықаттым, актерлық тараптым қызықаттым. Мәселен доралаймын, мәселен дораттық. Балған арсыда біздің сәнәткерлар өзің білсе, әміз білді, мәселен дорап, шәндірелеймін. Şunu көріп қалған қайрындашларым шында ойлап қалды о деймін. Аша деп ойлап қалды. Әлбәттә, hürmetlik әзіз тамашашылар, біз Авлекимді біліміз. Авлеким ондақ яқладың, ондақ yolladın. Yok. Авлеким, yani bir sual. Мұшы ақырғы пәйтлерде сен гитараны қойып, эстрадалық нақшыларны көпейіз атса, клиплераны көріп атмыз. Гитараны немешке toyladılar, məşrəblədə tutup itsə, çoğun səhnələrdə gitarsız çıxatsa. Əlbəttə o yaxşı sual. Bu sualını köpünçü Instagramda dostlarımız yazdı. Sizge gitar bilen yarışdı, gitar bilen itandı. Mən qanat sən buldum. Bu dünyada hər bir adam əminim köküs geldi. Mən для разнообразия әмді мұшы яшыларымызға лайық чықырып қойған нақшыла. Әмді үзәмге яқтырып, дослам әмді яқтырды, 50% яқтырды, 50% яқтымайды. Яқтымағанды яқтып кетмейді. Гитар білән чықшын тәлеп қылды. Чықлар көпіншісі 50%. 50% әмісі қолап қуатлайды. Әмді для разнообразия чықырма. Онан мен тоқтымайма. Onun yaktı özemge. O yol yaktıyız. O yol yaktı. Andi bu sualını biz köpinç sanatkarlarımız koyumuz. Bilgimiz geldi. Senin sponsorun var mı? Hem kaysı cihetten sana yardım kıldı. Sponsor degende sponsorum senin nakşanını yazışta, kliplerini düşürüşte sana yardım kıldığı sponsor. Nakşı bilen klip nemde mümkünçülük barça özümnün küçü bilen yazışqı tirişime. Arlıqta Alişer akalarımız, Ruslan akalarımız, Muslim akalarımız degen akalarım var. Şu akalarımın küçü bilen bıraklarda bir şikin akşını şulanın küçü bilen çıkagan nakşlarım var. Bırak köpünçü nakşlarım ahırkı çıkan ketme yarı nakşa özümnün küçü bilen yazılgan nakşa klipinin özüm pulunu qayerden alsın şu? Pulunu şu toylardan tapkan şu halkımızın kolap kuvvetler şu bəgən akçısını baştaq elək işiltip kliplerini çıkarma. Endi bunu hayat yolda o akımızda itini atıp ketmesen bolmaydı. O barlıq sənət mangıl emas, barlıq sənətkarlar, barlıq sport bilen aylanatqan, barlıq Uyğurumuz kötürülmədə atqan bir buradarlarga yardım qılatqan Bilal aka Uşurov şu akımız mındaq aytqanda şu hayat yolda meni поддержка qilib kelayotgan aklarımızның biri. Şu akamga köp cheksiz minnatdorligimni bildirman. Rahmat aka. Şu bunu başqa studiya tarafdan naqsh yezilayotgan naqshlarni endi mümkünçülük barcha o'zimning
küçüm bilen yazgım keldi. Özem tipip, özem işlep tipip yemediğin bu nakşı bol şu nakşıga layık hem özem aşta kığım keldi. Özemden küçü bilen kığım keldi elbette. Birak şu aklarımız qarap turmaydı. Qo'llab quvvatlaydigan akalarımızga köpten köp rahmat. Ularning ichida boya sen aytgandek, Bilal akamiz faqat san emas, ko'plagan san'atkorlarimizga konsert qo'yayli, ya bo'lmasa sport musobaqalari bo'lsin, boshqa ishlarga qo'ldan kelgancha o'zining yordamini sunib kelyotdi mushkamgacha. Ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. O'z gonoraring qancha? Gonorar kesek itmasam qanaq. Bu haqiqat programmasi. Sen aytishing kerak. Ma'qul. Qancha tangadan boshlanib, qancha tangada tugaydi? Ben birinciden adam balasına mümkünçülük qaraymiz. Adam balası soraymiz. Qancha birdir zvan qildi. Jag'dayim yo'q. Maqsad to'y qilyapmiz, kichkina. Nim qilib biran, qizdirib biran to'yni yoq bu yoq deb zvan qilg'aga albatta bishimizni egib bormiz. Birlari o'zlari bilib berdi qalanba. O'zlari bilib berdi qalanba. Ammo buni semya beqish kerak. Belki sen degandek naqshi yozish kerak. O naqshi yezish, klip tushirish o'ng'ay ish emas. Albatta. Undan palanchi ming tenge, palanchi ming dollar ketadi. Hammasi bildi onu. Shu yerlarga ishlatadiganға, semyarimizni baqilganga gonorar endi stavkada qo'ydi, stavka qo'yib olgan endi o'zimning stavkam. Bir to'yga berib 3-4 naqsh aytib qaytganing qancha? 200 dollar deb qo'yamiz. Endi biroq o 200 dollarning ichida shu jag'dayga qarab berdiganlar 50 ming, 60 ming, 70 ming shunday shu mobaynda chiqaman. Lekin mushu hayotingda bekor chiqqan to'ylaring bo'ldimi? Albatta, bekorg'im chiqqan. Sababi? Mümkünçülük yo'q. Keyin buni hozir Xayrixohlik konsertlar jiq bo'lib ketdi. Ashtaq odamlarga har qachon biz bishimizni egimiz, san'atkorlar bo'libmi? Malla emas, butkul san'atkorlarimiz bishini egidi, o'zing bilsa. Biz har qachon qo'limizni so'zimiz, chaqagan yerga bormiz, qolmaymiz. Vaqtimiz bo'lsa agar. Shu bekor chiqqan ko'p. Bo'ldi, deysan. Rahmat, endi hurmatli aziz tomoshabinlar, bugun Ablekim uyalmay, tatinmay, o'zining balliq davrini bo'lsin, hozirgi paytlarini ochiq haqiqatni aytib berdi. Sana chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Shunchalik chiroyli, yaxshi suhbat bo'ldi. Endi boya o'zingning arzu-armonlaringni aytib o'tding. Shu arzu-armonlaringga konsert, ya'ni yakka konsertlarni berishingga tilakdoshmiz. Chunki buni hozirgi karantin paytida ko'plagan aziz qarindoshlarimiz, san'atxumor aziz tomoshabinlar seni, ya'ni ko'plagan san'atkorlarimizni seg'indi. Shu seni seg'ingan tomoshabinlarga o'zingning illiq bir so'zingni aytib o'tgan bo'lsan. Hamda hurmatli ko'rarmanlar, birinchidan rahmatimni Murat ag'inamga mushu haqiqat programmasini mushu ichib bizga mana shunaqa sharoit yaratmaganiga ko'pdan ko'p sana rahmat deymiz va buni operator ag'inlarimiz BST Studio Rishat va Ikram ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Hech qachon harmay talmay mana shunaqa yaxshi ishlarni boshlayapsizlar. O'z ichimizdagi sirimizni, haqiqatni, barliq kichik davrimizdagi nimlarimizni, rahmatlarimizni, kimga rahmatimizni, kimga so'zimizni aytib oldik. Mushu programma bor. Yana bir qatim ko'pdan ko'p rahmat. Mushu ishinglar alg'a bosaversin. Rahmat. Ikkinchidan tomoshabinlar sizlarga tilaydiganim barliq yaxshilik shu dunyodagi har qachon shu Uyg'urimizning to'y o'shmasin. Shu to'ylarda, faqat to'ylarda, konsertlarda ko'rishga sog' salomat bo'laylik. Rahmat sizlarga yana bir qatim. Ablekim, sana ko'pdan ko'p rahmatimizni, hamma bir minnatdorligimizni bildiramiz. Ag'irmag'in san'at cho'ng
sahnadan seni göreyli. Ailen bilen, atanan bilen, yıkıldırın bilen aman boğun. Rahmet. Hürmetli aziz tomoshabinlar, sizlar bilan yana yeni ko'rishga sog' salomat aman bo'laylik. Mushu videoning ostiga o'zinglarning fikrlaringlarni ham layklaringlarni qo'yishinglarni unutmanglar. Aman bo'laylik.